ertalab uyg'onishingiz bilan bitta katta qoshiqda zig'ir urug'ini olib, termosga solasiz, ustidan 300 mg qaynoq suvni solib damlab qo'yasiz. Endi bu damlagan ichimligingizni kechqurunchasi uxlashdan oldin ustiga kisellari chiqib turadi. Suyuqlikni ham ichasiz, oxirida zig'ir urug'larini ham yeb olishingiz kerak bo'ladi. Bu 1 oylik kurs lecheniya hisoblanadi. Buni foydalarini men sizga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda ortiqcha vazni bor ayol va erkaklar uchun juda ham foydali. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Ishtahangizni pasaytirishga, undan tashqari qorin atrofidagi yog'larni eritishga yordam beradi va albatta ayollarimizni qimmatbaho kremlarsiz ham tabiiy ravishda chiroyli teriga ega bo'lishlariga, ajinlarni ketishiga yordam beradi. Chunki tarkibida omega va foydali yog'lar bor. Vitamin E bor. Bu teridagi ajinlarni ketkazishga ham yordam beradi. Go'zal, chiroyli bo'lib ozishni xohlasangiz, albatta zig'ir urug'larni men aytganimdek iste'mol qilishni boshlang. Undan tashqari juda ham kuchli antioksidant hisoblanadi. Parazitlarni haydashga ham yordam beradi. Hazm jarayonini yaxshilab beradi. Juda ham ko'p kasalliklarni oldini oladi. Narxi arzon bo'lsa ham juda ham ko'p kasalliklarga shifo bo'ladi. Bu mahsulotni iste'mol qilib, foydalarini olganingizdan keyin kommentariyaga izoh yozishni va albatta videoni yaqinlaringizga jo'natishni unutmang.